qandli diabet to'liq remissiyasi qachon to'liq remissiya deb ataladi? 3 oylik sahringiz 4.8 va undan past bo'lsa. Qondagi och qoringa qondagi qand miqdori 5-5,5 va undan past bo'lsa. To'q qoringa 7.2 yoki undan past bo'lsa. Hozir sal yetmayapti mana shu narsaga. Sal bo'lsa ham bor, yetarli emas. Mana shu narsani to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Va qolgani deyarli joyida, insulin normaga qaytgan, C-peptid joyida. Qilingan ishlar bekorga ketmagan. Vaqtingizni bekorga sarflamagansiz, ishlagansiz, ko'rinib turibdi. Hozircha lekin dieta davom etadi xolos. Men sizga dietangiz bilan birga yana davom etib tashlayveraman. Bu narsani birgalikda amalga oshirib borishimiz kerak bo'ladi. Hozir qola sizdagi jismoniy faollik oshirilishi kerak, yetarli emas. Hozir ozgina ortiqcha vazn mavjud. Mana shu ortiqcha vaznni yo'qotishimiz kerak. Yana ozishingiz kerak. Hozir bu hozircha yetarli emas bu narsa. Buni to'g'rilashimiz kerak. Shu dietangiz bilan birga olib boradigan bo'lsa, unda yaxshi tomonga o'zgartirgan bo'lar edik. Jismoniy faollikni oshiring, qanaqadir bitta aktiv sport yoki raqs farqi yo'q. O'ynaysiz ham bo'ladi. Mayli. Hozirgi holatingiz uchun yomon emas natijalar. Yoshingiz uchun juda ham katta natija, chunki hamma ham yoshda bunaqa natija ola olmaydi. Natijangiz siz o'zingizga harakatingizga mos bo'lib turibdi. Ko'rdingiz, harakat qildingiz, biz siz bilan birinchi marta ko'rishimiz emas. Shuning uchun undan oldingisi ancha yaxshi.